Xo'sh, buni agar o'zimizda tilimizda agar tarjima qilsak, oddiy tilda green karta yutgan odamlar, mana yutib hali elchixonaga bormagan, yana viza olmagan, mana shular endi viza ololmaydi. Ming green karta lotereya yutgan bo'lsa ham, elchixonaga masalan, mana ertaga, indin, kelgusi oy kelasizlar, viza uchun, suhbat uchun degan, xat oladi-ku. Bo'ldi, endi bu green karta yutganlar birontasi viza ololmaydi. Xo'p, viza olganlarchi? Viza olganlar kela oladi. Unga problema yo'q. Lekin o'sha green cardni yutgan odamlar, nima, O'zbekistonliklar, вообще O'zbekiston emas, vez dunyo. Green karta bo'yicha viza berish to'xtatildi. Bundan oldin Amerikani ichida aytdi. Agar Amerikani ichida bo'lsa, ularga viza bermanglar deb immigratsiyani o'zi aytgan edi. Lekin davlat departamenti gapirmagan. Mana endi u davlat departamenti ham aytdi, bo'ldi, biz viza bermaymiz deb, mana o'zi buni rasmiy qilib chiqardi. Afsus, nima qilamiz shu? Eng o'zi bu yerda alam qiladigani bilasizlarmi? Qaysi odamlar uchun? Suhbatga borgan, suhbatdan o'tgan, hali vizasini olmagan, u 2-3 kundan keyin viza chiqadi. Mana shularga eng alam qiladi. Mana shunaqa alam qiladi. Bizlarda shunaqa holat Workda bo'ldi-ku. Workni tasdiqlagan, lekin tasdiqlagandan keyin u mana bu Tramp almashtirdi. 5 yillikni 18 oy qildi. Shunga o'xshash nima narsada. Ja bunaqa emas u, lekin shunga o'xshash. Mana elchixonaga borgan, bo'ldi, viza tasdiqlandi, 2-3 kundan keyin o'zimiz aytamiz deb javob beradi. Lekin mana shu odamlar o'zi ololmaydi vizasini, faqat pasportini qaytarib oladi. Mana shu taqdir shunaqada o'rtoqlar.